Bu ijara huquqiga talabgorlarning 51% nazorati O'zbekiston rezidentlari ixtiyorida bo'lishi kerak. Suverenitet masalasi. Ha, Yerlarimizni urushsiz boy berib qo'ymayapmizmi degan savollar bor. biz xatolarimizdan to'g'ri xulosa chiqara oldikmi? Misol uchun sement zavodlari misolida. O'sha Andijonda tuproqni, havoni, suvni zaharlayotgan sement zavodlari to'g'risida, Jizzaxdagi sement zavodlari to'g'risida to'g'ri xulosa chiqara oldikmi? To'g'ri xulosa chiqara olgan bo'lsak-ku mayli. To'g'ri xulosa chiqarmagan bo'lsak, yerimizni kelajak qanday bo'ladi? Tug'mas xotin qilib qo'yadi-yu. 21-asrni mana 26-yiliga keldik. Fermerlarga hali ham batrak sifatida qaralyapti-da. Mana u hokimlarni qishloq xo'jaligidan tashqari olib chiqa olmadingda. Qani endi o'shalarga qilayotgan muloyimligini biz o'zimizning investorlarga ham, o'zimizning fermerlarga ham qilsin. Tasavvur qiling, bizni o'zimizning fermerlarga shunaqa munosabat bo'lsa, biz fermerlar qanaqa qonat oladi? Nimaga misol 3 yil, 5 yil ichida shuncha qarz bo'lib ketdi bular? degan ya'ni ma'lumotlarni kiritishmayapti deb o'ylayman, deyman. Kim axborot yetkazishiga bog'liq-da. Biz ommaviy axborot vositasi kuyib pishib nimalardir qilamiz. Shuhrat G'aniyev bir marta kiradi prezident oldiga va biz qilganimiz hammasi. Yuzlab fermer bankrot bo'lsa, kim javob beradi bunga-da? Javobgar bo'lish kerak-ku. Misol, mana ahvolga bekorga kelib qolmagan-ku. Ya'ni tizimli bankrot qilib, ya'ni investorga bermayapmizmi yerni? Parlamentda o'tirgan partiyalarimiz nima qilyapti, men tushunmayman-da. Ular O'zbekiston xalqi manfaatini ifoda etadimi yoki topshiriqlarni bir ayrim tepadan tushgan kabinetlardan tushgan topshiriqlardangina ifoda etadimi?